telefon qilib qolishdi. 23-savolni ko'rayotgandik. Ya'ni buni kvadratdan esa 199 chiqadi. Oxirgi hisoblaganimiz 3 chiqadi. 2 ga bo'lib turib, keyin sonini ko'paytiramiz deyotgandim. Sonini ko'paytirayotganimizda 3, 7, 11 va hokazo bo'lib 199 gacha ketgan bo'lsa, endi bular 4 ga farq qilib ketayotgan sonlar bo'lgani uchun 199 4 ga bo'lamiz. Hop, 4 ga bo'lganimizda 4 kere 4 16 bo'ladi. Mayda 39 bo'lib qoladi. Hop, keyin 9 ta bersak 9 kere 4 36 bo'ladi. 3 qoldi qoladi. Endi bu qoldi oshib qolyapti degani 49 tadan ko'ra oshiqroq bo'ladi mayda son degani. 49 tadan bitta oshiqni 50 qilib olsak, hop 199 bilan 3 qo'shib 2 ga bo'lsak, 199 3 ga qo'shsak, demak 202 taqsim 2 bo'lib qoladimi? Hop 199 3 202 taqsim 2 ko'paytirib 50 bo'lib qolar ekan. Endi buni bo'lsa 101 ko'paytirib 50 bo'lib qoladi. Hop, ko'paytirib oladigan bo'lsa 5 0 5 0 50 degan javob chiqib qolar ekan. Hop, keyingi savolimizda 24-savolda uzunlik va vaqt va uzunlik orasidagi bog'liqlik grafikida 8 soat ishchilar tomonidan yo'l qurilganligi tasvirlangan ekan. Hop, demak 24-savolda vaqt va uzunlik orasidagi bog'liqlik grafikida 8 soatda ishchilar tomonidan yo'l qurilganligi tasvirlangan ekan. Grafikda berilgan ma'lumotlardan foydalanib ishchilar qaysi oralig'ida eng uzun yo'l qurganligini aniqlang deyapti. Mana misol uchun mana yerga qaraymiz. Ishchilar 2 soatda dastlabki 2 soatda 3 kilometr yo'l quribdi. B'da. Dastlabki 2 soatda 3 kilometr yo'l quribdi. C'dachi 2 4 ga o'zgaryapti. 3 esa 5 ga o'zgaryapti. Demak 4 soatda 2 kilometr yo'l quribdi. 2 soatda 4 emas 2 kilometr. 2 kilometr yo'l qo'yibdi. Sababi mana 3 yo'lni qurib olishadi, 3 kilometr yo'lni qurib olishadi, keyin 5 kilometrga o'zgaryapti-kanda C'da. 2 soatda qurib olishadi. 3 kilometrda endi 2 soat, ya'ni 2 soat o'tkazib 4 soat qilishdi. 4 soatda endi yo'li 5 kilometr bo'lib qoldi. U degani 3 kilometrlik yo'limiz 5 kilometr bo'lib qolgan bo'lsa, 2 soatda 2 kilometr yana yo'l qurdi C'gacha degani. Hop, endi D'da topamiz. D'da 4 dan 5 gacha o'zgaryapti. 1 soat vaqt ketyapti. 1 soat vaqt ichida 5 7 ga o'zgaryapti. Ya'ni 5 7 ga o'zgarsa 2 kilometr yo'l qurayotgan bo'ladi bu. E'dachi, E'da hop vaqt 5 dan 8 ga o'zgaryapti. 3 soat vaqt ketyapti. 3 soat vaqti ichida mana bu qiymat 7 kilometrdan 9 kilometrga chiqyapti. Demak 2 kilometrga o'zgaryapti xolos. O'z-o'zidan endi buni javob ketadi. Sababi ular 3 soatda 2 kilometr yo'l quryapti-kanda. Ishchilar qaysi oralig'ida eng uzun yo'l qurganligini aniqlang deyapti. Demak qaysi oralig'ida eng uzun yo'l qurdi desa, bu hozir D dan E gacha 3 soat vaqt sarflab 2 kilometr yo'l qurishibdi. Endi C dan D gacha sarflab 1 soatda 2 kilometr yo'l qurishibdi. Keyin B dan C gacha 2 soatda 2 kilometr quribdi. A dan B gacha esa 2 soatda 3 kilometr yo'l qurishibdi. Hop, demak 3 ketib qoldi. Mana C dan D gacha bo'lgan oralig'ida ular 1 soatda 2 kilometr yo'l quryotdi. C dan D gacha bo'lgan oralig'ida 1 soat 2 kilometr yo'l qurayotgan bo'lsa, demak ular 1 soat ishlab 2 kilometr quryapti. Mana bu yerda esa 2 soat ishlab 3 kilometr yo'l qurishyapti. U degani A dan B gacha ular 1 soatda 1,5 kilometrdan quygani kelib chiqadi. Hop, keyin B dan C gacha, ya'ni 2 soat vaqt o'tdi, 2 soatda 2 kilometr qurdi. U degani B dan C gacha 1 soatda 1 kilometrdan yo'l qurdi degani. Endi mana D dan E gacha esa ular umumiy hisobda 3 soat vaqt sarflayapti. 3 soatda 2 kilometr yo'l qurayotgan bo'lsa, demak 3 soatda 2 kilometr yo'l qurayotgan bo'lsa, 1 soatda 2 kilometrdan 1 soatda 1 kilometrdan ham kamroq yo'l qurayotgan bo'ladi.
Ya'ni eng kami bu, keyin bu, keyin bu, keyin eng alinaqa ko'p yo'l qurayotgani, ish samaradorligi eng ko'pi bu CD oralig'idagi uzun yo'l bo'lib qoladi va eng uzun yo'l qurgani mana shu holatga tushib qoladi. Hop, endi 25-savolni qaradi. 25-savolda har bir kvadratning tomoni 1 bo'lsa, rasmda tasvirlangan kvadratning yuzini toping deyapti. Endi bu yuzini topish uchun kvadratdan ikkita qism yo'l o'raylik mana bu yerdan. Ikkita qism yo'l o'rsam, mana bu tomoni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta kataychadan iborat bo'lyapti. Balandligi esa mana tepaga qarab ketgani 1, 2, 3, 4, 5 tadan iborat bo'lyapti. Mana bu uchburchakning yuzasini topish uchun asosini balandligiga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 10 ko'paytirib 5 taqsim 2. Hop, 50 ni 2 bo'lsa 25. Bu yarimining yuzasi 25 bo'lsa, to'lig'ining yuzasi 25 ga 25 qo'shsak 50 bo'lib qoladi mana. To'g'ri javob A bo'ladi. Hop, endi 26-savolni qaradi. 26 da qirrasi 1 sm ga 1 sm bo'lgan kublar rasmdagidek joylashgan deyapti. Qirrasi 1 sm bo'lsa, uni 1 sm, 1 sm, 1 sm bo'lsa, hajmini topish uchun 1 ni ko'paytiramiz. 1 sm kub bo'ladi hajmi. Bittasiniki. Bittasiniki 1 dan bo'lsa, bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umumiy hisobda mana bu shaklning hajmi 6 bo'lib qoladi. Javob A. Hop, keyingilar endi 27. A mulohaza 1 soni 2 ga bo'linadigan eng kichik tub son. O'zi 1 sonning o'zi tub son emas, shuning uchun bu gap yolg'on bo'lib qoladi. A yolg'on degan javob faqat C'da turibdi, shuning uchun C javob to'g'rilaymiz. 28. 28-savolda n natural sonning ixtiyoriy qiymatida quyidagi sonlardan qaysi biri doimo o'zaro tub son bo'ladi deyapti. Mana tekshirib ko'ramiz. Misol uchun aytaylik, A javobimizda aytayapti n plus 2 va n plus 4 bu o'zaro juft tub son bo'ladi. Endi har qanday qiymatini deyapti. Agar endi o'rniga 2 ni tanlasak, 2 ga 4 ni qo'shsak, buni qiymati 6, buni qiymati 4 bo'lib qoladi. Mana bu ikkala son o'zaro juft tub son bo'lmay qoladi. O'zaro juft tub son degani bularda umumiy bo'luvchilari faqat 1 bo'lish kerak degani. Ya'ni ikkalasi ham bo'layotgan son faqat birdan boshqa son bo'lmasligi kerak degani. Shuning uchun hozir mana javob chiqib ketib qoladi javobdan. Hop, endi n minus 1 n plus 1 desam, n natural sonning ixtiyoriy qiymatida quyidagi sonlardan qaysi biri o'zaro tub bo'ladi deyotgani uchun n natural son degani uchun buni o'rniga 1 ni tanlab qo'ysak, 1 dan 1 ayirsam 0, 1 ga 1 ni qo'shsam 2 bo'lib qoladi. Hop, shuning uchun mana 0 bilan 2 o'zaro juft tub son bo'la olmaydi. Shuning uchun bu javob ham variantdan chiqib ketib qoladi. Endi mana B qiymatini tekshirsam, B javob tekshirsam 2n plus 7 va 3 o'zaro tubmi deyapti. Demak, mana o'rniga 1 degan qiymatni qo'ysam, n o'rniga 2 ga 1 2 bo'ladi-da, 7 qo'shilib 9 va 3 degan narsa paydo bo'lib qoladi. Endi 9 bilan 3 ham o'zaro tub bo'la olmay qoladi. Sababi bular 3 ga bo'linib qoladi, ikkalasi birdan tashqari. Endi D javobda 1 ni qo'yib tekshirib ko'raylik. Agar 1 ni qo'ysam 2 ga 1 2, buni qo'shsam 5. Va 1 ni qo'ysam buni o'rniga 7 bo'ladi. 5 bilan 7 o'zaro tub. 2 ni qo'yib tekshirib ko'raylik. Hop, 2 ga 2 4, 4 ga 3 ni qo'shsak 7 va 2 ni qo'yganimizda 3 ga 2 6, 6 ga 4 10 bo'lib qoladi. Ya'ni 7 bilan 10 ning ikkalasi ham bo'linayotgan sonlari faqat 1 bo'lgani uchun bu o'zaro tub bo'laveradi deb xulosa qilamiz va to'g'ri javob deymiz. Keyingi 30-savolimiz endi. Demak, 30-savolimizda bu songa 12 ni qo'shsak 19 chiqyapti ekan. Demak, mana bu 7 bo'ladi. Xo'p, nimadandir 12 ni ayrisa 20 chiqyapti ekan. Demak, mana bu 32 bo'ladi. 20 ga 12 ni qo'shamiz. 32. Bundan 32 ni ayirganimizda 20 chiqyapti ekan. Demak, 20 ga 32 ni qo'shsa bu yerda 52 bo'ladi. Endi 52 7 ni qo'shsa so'rovnomada 59 chiqib qoladi. Shuning uchun to'g'ri javob deymiz. Shu bilan tahlilimiz tamom.